9 oxiridan gapiramiz. Toza Ashgabatskidan. Qarang, kichkina lekin kompaktni. Hamma usloviyasi bor. Joy taklif qilamiz siz. Xohlasangiz bo'lib birga ham gaplashib beraveramiz. Ishning ichini planirovkasi ideal. O'zim qurganman kun ichindasa. Yuring, uy ichini ko'rsataman. Narxincha so'm deysizmi? Videoni albatta aytaman, bir like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'ying. Narxi 570 million so'm pul. O'zbek pulida. Uyimiz umumiy 120 kvadrat metr. Plus minus tashkil qiladi. Ne deydi, qarang? Fasad, shifrni tiyindan bemalol foydalansangiz bo'ladi, baland qilib qilingan. Короче, ishi tarnovidan buyani sizniki. Albatta shuracha. Ina, bu yerga girasiz, girishingiz bilan katta hol. Bu yer katta olingan. Elde adashmasam 8 metr ya 780 edi buni. Zinolar boyski qilib qilingan. Siz emas. Bunda esa kuxni bir sanuzel uchun planlashtirib ketilgan. Bera dushovoy kabina bilan hojatxona, umuman ekan ariston ham bemalol sig'adi. Hammasi planlashtirilgan. Bera esa oshxona. Qarang, birinchi darajali plitani ichkidan bostirganmiz. Ular og'zidan chiqqanini deydi-ku, tipa shunday. Orqa tarafda esa kichkina barbekyu zona uchun joyini. Beram 3 metr bo'ldi. Ne deydi? Siz bizlarga obuna bo'lib, like bosgan bo'lsangiz, men sizga qolgan yerlarni yana ko'rsatishda davom qilaman. Bu yana esa zol. Aynalarga e'tibor eting, alohida panoramli qilib qilingan. Patolog balandlik ham 350 atrofida. Endi biz sizga birinchi etajni ponni chiroyli qilib, steshga qilib beramiz. Qarang, ikkinchi etajga bu yerdan chiqib ketaverasiz. Bu eski zinadan. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, xohlasangiz bu yerni holat qoldirishingiz mumkin. Xohlasangiz imbedan gipsokardon bilan beklab berib, imbedan yana bir sanuzel hojatxona olishingiz mumkin bo'ladi. Yo'q, bizlarda dapada 2 spanli bir hol kerak desangiz, bir hol bo'lib qolaveradi. Bunda esa birinchi spanli. Ko'rdingizmi, bostirilish ham ideal bostirilgan ikkinchi etaj. Orqa tarafida klinika, bog'cha, maktab, xullas, bu yer 9 oxirini sentri-ku. Bunda esa ikkinchi xona. Ne deydi? Xohladingizmi? Bir like bosib, joy qidirib bo'lgan shu atrofdan tanish bo'lsa, обязательно tashak qo'ying. Bu yerda esa balkoni. Ko'rdingizmi? Eshiklar ham, oynalar ham panoramik qilingan. Ne deydi balkonning atmosfera? Qarang, imbo'ylani orqasida maktab, 50-maktab, imunda bog'cha, bu yerda klinika, xullas hamma narsa muhayyo. Telefonlasangiz albatta gaplashamiz.